Assalomu alaykum azizlar. Odil xo'ja, hozir mana bog'da o'tiribmiz, ijodkorlar bog'ida. Nimagadir menga bir chiroyli bir ibratli hikoya aytgim kelib qoldi-da. Foydali, kerakli narsa. Ijozat bersang, Juda shuni chiroyli aytib bersin. Juda. Bir o'g'ri bor ekanda, hali o'g'ri podshoning xazinasiga kirib, xazinani olibdi-yu, ammo olib chiqib ketmabdi. Hamma hayron bo'libdi, podshoh hayron bo'libdi. Bu ne sir debdi. Oxiri jarchi chaqirtiribdi. Kim bu sirni aytsa, o'sha meni oldimga kelib, men uni bir qoshiq qondan kechaman debdi. Shunda haligi o'g'ri kelibdi. Assalomu alaykum shohim. Ha, sanmiding? Xazinaga kirgan? Ha, men edim. Nima sababdan xazinaga kirding-u? Nimaga olib chiqib ketmading? degan ekan. Haligi o'g'ri aytibdiki, shohim, men xazinangizni o'marish uchun juda ko'p yillar men vaqt sarfladim. Oxiri maqsadimga yetdim. Xazinani oldim. Chiqib ketayotganimda o'sha eshikning oldida bir o'rali narsa turgan ekanda, nima ekan deb qiziqib qarasam, bir oq narsa turibdi. Yalasam tuz ekan. Yo'q, men podshoni tuzini men yalab qo'ydim. Tuziga men xiyonat qilmayman degan ekanda. Shuning uchun azizlar, bir kun tuz ichgan joyga 40 kun salom ber degan gap bor. Shuning uchun birovni haqidan qo'rqaylik. Ana shunda Allohga ma'qul bo'ladigan ish bo'ladi azizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qanday bo'ldi endi? Juda chiroyli. Yaxshi